Salom do'stlar. 1.12 versiyada Ender Dragon'ni o'ldirish ikkinchi qismi. Minecraft, lekin men 1.12 versiyada Ender Dragon'ni o'ldirishga harakat qilaman. Bu videoning ikkinchi qismi. E'tibor beringizlar. Qani ketdik. Men hozir mana shuncha narsalar to'plaganman. Endi men boshqalarni ham to'plashga harakat qilaman. Qolgan kerakli narsalarni hozir ozgina kutsam, FPS o'zini o'nglasa kompyuter, keyin harakatni boshlaymiz. E'tibor bersanglar, chap tomonda tepada FPS ko'rsatib turibdi. FPS deb turibdi. Ozgina kutamiz. Ungacha biz ovozni sal to'ldiramiz. Yaxshi turibdi ekan-ku. Menimcha bu to'g'rilanmaydi-yu. Qani ketdik, o'ynaveramiz. Xo'sh, 16 ta jumblok o'tdi. Endi qiladigan ishimiz nima? Albatta qishloq topish. Qishloq qayerlasam kelib qolmaydi. Juda ko'p vaqt ketadi topish uchun. Ayniqsa bu versiyada. Ana yoqda tayga o'rmonlari bor ekan. Bu o'rmonlarda 12 versiyada qishloqlar bo'lmaydi. Shunchaki tayga. Shunchaki o'rmon. Biz bir tekislik topishimiz kerak. Yaxshi tekislik. O'sha yerda yaxshi qishloqlar topishimiz ehtimoli bor. Katta. Ehtimoli katta. Batirtirib qilmoqchi edim, o'xshamadi. Batirtirib. Bu yerda nima bor, eshitma yo'q ekan. To'g'risini aytsam, kunduz kuni bizga mash'ala uncha kerak bo'lmaganligi uchun bunday qo'yib turamiz. Dynamic lights all. Bu yerda ko'p qo'ylarni ko'ryapman. Endi Dragon'ni qoqishda kerak bo'ladi. Va bu ham. O'zi ko'p temir to'plaganman, lekin baribir kamlik qilishi mumkin. Ender Dragon'dan tashqari balki Wizardni o'ldirishga borishimiz ham mumkin. Wizardni ham yoyishimiz mumkin. Tilaymiz hammaga omad. Yo'ling doim salomat. Bunday yaxshi so'zlarni har kim eshitsa ham juda shirin so'z ekan desa kerak. Yo'q. Agar hozir men buni ursam,
Voy. Tuflar ekan. O'ldiramizmi yoki yo'qmi? Suzib tushib ketsin pastga. Tushib ket. Tamam. Sen ham tushib ket. Yoqmayapsizlar. Desam ishonmanglar. O'ldirmadim. Ovqat yeyishdan oldin ularni junni olish kerak. O'shanda ana yerda qo'ydim qilyapti. Turibdi. Yo, sal kattaroqqa miniyman. Yaxshi bo'lardi. Kattagina kon bo'lsa. O'zi ham pachoqqina kon ekan. Kattagina pachoqqina kon. Voy, negadir FPS tushib ketyapti. Balki sal nastroy topib olarmiz ham. Endi sal tezroq ishlasa kerak degan umiddaman. Qachon tugaydi bu pachoqliklar? O'zi ham dab-dala biyomlardaman. Qachon bu yoqdan ketamiz a? Qo'ylarni junini qaychilayveramiz. Kech bo'lyapti. Uxlash kerak. Suv yoniga uxlaymizmi yo pachoqqinga borib uxlaymizmi? Yo'q, bu yerda ham bor ekan pachoqlar. Uzr, sal ovozim past borib qoldi, past gapirib qoldim. Endi yaxshi gapirishga harakat qilaman. Bunaqa pachoq bo'lmaslikka va'da beraman. O'zi qachon bir pachoq bo'lganmanmi? Qani va'da turib qilamiz. Shu ham va'da turibmi? Bu biyomlarda qishloq topish judayam qiyin. Menimcha birdaniga olmos topishga kirishib ketamiz shekilli. Yo'q, bu yaxshi konga o'xshayapti. Yo'q. Bu yerlar yaxshi emas ekan. Voy, oyog'im qayerga oldim?
Yana shu yerdan chiqamizmi? Bo'lmaydi, dab-talakon ekan. Maslahat bermayman. Bu versiyada bunaqa konlarga kirishni yo'q. Bu versiyada temir topish oson. Boshqa narsalar emas. Olmos topish uchun bu versiya eng ahmoqona versiya. Desam ishonmanglar. Chaklarni yoqib oldim. Chak burchaklarini. Qachon chiqadi bu pachoqlar? Yo'q. Ayvon. Yo, water drop kesa. Water drop o'xshadi. Eng zo'r water drop meniki desam adashgan bo'laman. Bu yere kimdir top çıkırdımı? Koy. Nimalar bo'lyapti? Ikki blokka chiqishda qiynalgan bo'lsangiz, bu usulni sizga tavsiya beraman. Suv bilan chiqish. Endi esimga tushdi. Bu yerga kirgan edik. Paqir bilan suv sindirish. Loy sindirish. Bu usulni paqir bilan sindirasiz. Bu sal yaxshi yoqqanmi mana? Yo'q, dab-talakon ekan bu ham. To'g'ri aytsam, surish kerak. Yo'q, meni mash'ala deganlar bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Daraxtning ustiga chiqib sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Stop. Videoga shu yerga pauza qilib turamiz. Xo'sh, do'stlar, sizlarga bir maslahat emas. Bu sizlardan so'rov. Iltimos obuna bo'linglar. Chunki meni niyatim
31-dekabrgacha, to'g'ri yangi yil bayramigacha 1000 ta bo'lish. Unday bo'lsa pauza tugadi. Qani ketdik. Waterdrop. O'xshamadi. Waterdropimiz o'xshamadi. Qachon o'xshagan o'zi endi? Xafa bo'lishga arzirli holat. To'g'rimi? Albatta to'g'ri. Qani ketdik. Bu tomonlarda yarmoqsiz uyi bo'lishi kerak. Bo'lsa agar bo'lishi kerak. Bo'lsa kerak. Bo'lmasa kerak. To'g'ri aytsam, meni uyga borgim kelmayapti. Meni qishloq topgim kelyapti tezroq. Kamolchini oldiga borib, savdolashib. To'g'ri aytsam, uyga borishga majbur ekanman. Bu yerda yo'l yo'q ekan. 9-daraja. Bularni atrofidan drift qilib tegmasdan o'tib ketish mumkinmi demoqchi edim. Mumkin ekan. Wow. Oh yeah. Drift yo'lamiz. Yetib ketdim. Deyish kerak shu paytda. Zerikib ketdim. Qachon bir yaxshiroq biyomga boramiz? Yaxshiroq biyomga keldik biz. Yaxshi biyomga keldim men. Maktab sari keldim men. Salom maktabjon maktab. Quchog'ingga ol maktab deb keldim mana. Nima olmayapti bu? Bu bizda andezit bor ekan. O'sha andezitni olib tashladim. Uni o'rniga kamachanisi olib qo'ydim. Mana shu yerlarda qishloq bo'lishi kerak. Menimcha. Bo'lmasa agar birdaniga olmos topishga kirishib ketamiz. Sal qoldi. Yiqilib tushay dedim. Yo'q, u yerda temir bor ekan. Tushaymi. Men qishloqqa ishondim. Mana buni bunday qilib olamiz va ketaveramiz. Yo'q, bo'lmayman. Bu yerda bunaqa tekislik buyog'i tugadi. Tekislik tugadi degani bu dabdala degani. Suvni o'zi kelmabdi hali qoyili. Hali bunaqa vaziyatga duch kelmagandim. Shunday qilib asta-asta chiqib olamiz tepaga. Mayli, xayr deb qo'yamiz o'sha mash'alaga.
Voy. Ba'zir chiqib oldim. Voy. Kimlar esida bo'lsa, agar bu versiyada moblarni yo'q qilib qo'yganman. Shuning uchun bu versiyada moblar yo'q. Moblarsiz osonroq bo'ladi-ku, to'g'rimi? Buncha qiyin bo'lmasa, buni chopish. Yaxshi davrlarga ham yetib keldik. Voy, nihoyat. Endi pastga sakrasak ham bo'ladi desam ishonmanglar. Baqirmasdan olmadim, esimdan chiqdi. Buyurtma, bilmadim. Bilishni ham xohlamayman. Men olmos topishni xohlayman. Menga olmos kerak, olmos beringlar. Xullas, olmasam dabdala bo'ldi. Nima qilamiz endi? Qishloq izlaymiz. Qachon chiqarkan ham qishloq deganlari. Buni mana bu yerga otvoramiz, xayr kiraveydi. Qishloq yo'q ekan. Aytmoqchi, o'zimiz shu yerdan keldik. Endi nima qilamiz? Doktorlarni chaqiramiz. Alo, doktorjon. Bizda bitta kasal bor. Uning nomi Craftingus. Familiyasi bilmadim. Kanalda familiyasi bilmaydi-ku, axir, to'g'rimi? Chacha yoydim kemani. Hamma zombini yoki boshqa bir moblarni yoysa, men kemani yoyaman. Batir turib topiladi, lekin menda gaz topilmaydi. Avf, bu yerda ham kon bormi deyman. Ishqilib yaxshiroq kon bo'lsin-da. Bunaqa pachoq konlardan yuraverib charchab ketdim. Buni davomi yo'qmi yana? Aytgancha, bu versiyada suzishni iloji yo'q. Suzish qo'shilmagan bu versiyaga. Shuning hisobiga suvlardan o'tish juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin. Inson ezilib ketadi. Insonlar ezilib ketgan. Bu versiyada, shuning uchun ham bu versiya o'chirib tashlangan desam ishonmanglar. Bu versiya hali o'chirilmagan, shunchaki eskirgan. Hech kim o'ynamay qo'ygan bu versiyada. Chunki yangi versiyalar albatta innovatsion, yangiliklarga boymiz deganlaridek. Davay, mana bu yerni qulatamiz. Qulab tushdi. Tamam.
Eh. Olmos topilmayapti. Olmosga kon topilmayapti. Konga qishloq topilmayapti. Qishloq atrofida bilsanglar yaxshi samarali kon bo'ladi. Temirga, rudalarga boy kon bo'ladi. Shuning uchun ham men qishloq izlayapman. Lekin qishloq chiqmayapti. Chaqiringlar qishloqni menga. Qishloqda aytgancha bu versiyada qishloqlar uxlashni bilmaydi. Ularda yotoq bo'lmaydi hattoki. Yerda nimalar bor? Menga kerakli shakar qamishlarni ko'ryapman. Shakar qamish bu nima degani? Yo'q, shakar qamish kerak emas ekan. Chunki kitob yasab bo'lganman. Bo'lmayapti-ku, zerikib ketdim bu o'yindan. Yaxshisi boshqa bir o'yin o'ynaganim yaxshi ekan. To'g'rirog'i boshqa bir olamda sal yangiroq versiyaga kirsam bo'larmidi-a? Zerikib ham ketdim-ey. Xullas, men bu versiyadan judayam zerikib ketdim. Shuning uchun boshqa turdagi video olishga qaror qildim. Shuning uchun xayr. Yangi kontentlarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'linglar.